Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Yangicha aprel oyi hisoboti rubrikasiga xush kelibsizlar. Zerikarli videolarga xush kelibsizlar. Chunki jarayon doim zerikarli bo'ladi, natija esa juda yoqimli. Xo'sh, hozir men jarayondaman va jarayon qanday ketayotgani haqida ushbu videoda aytib o'taman, ya'ni aprel oyining hisoboti. Xo'sh, bu oyda men ko'p narsalarga ulgurdim menimcha boshqa oylarga nisbatan. Aytadigan bo'lsam, birinchi oyimizni birinchi rejasi bo'yicha universitet bo'yicha nimalar qildim? Mustaqil ish topshirdim va prezentatsiyalar qilishni boshladik, topshirishdi, shuni doklad qilishdi. Deyarli tugab qoldi aprel oyida, chunki may oyida bizda sessiya imtihonlari bo'ladi va shuning uchun biz tayyor bo'lishimiz kerak, mustaqil ishlarni barchasini topshirishimiz kerak bo'ladi. Va boshqa universitet bo'yicha boshqa yangiliklar yo'q, hammasi o'z maromida, o'z joyida ketyapti. Keyingisi bu sport. Bir oyda men 17 kun aktiv bo'libman. Strava ilovasiga qaraydigan bo'lsam, shundan 63 kilometr yugurdim. Aprel oyida 63 kilometr va shundan 10 kuni men workout yoki turnik qilganman. Workout ya'ni biror tosh bilan, og'ir yuk bilan shug'ullanganman yokida turnik qilganman. 10 kuni shu bilan o'tgan. Nemis tiliga keladigan bo'lsak, eng asosiysi hozirgi kunda menda eng aktiv bo'lgan va eng ko'p shug'ullanayotgan narsam bu nemis tili bo'ladi. Nemis tili darslarida deyarli to'liq qatnashdim kursga va imtihonga tayyorgarlikni boshladim. Ya'ni B2 imtihoniga, B2 sertifikat olish uchun imtihonni boshladim. Yangicha kitoblar oldim imtihonga tayyorgarlik uchun, forbereiting uchun va shularni ishlab aprel oyi oxiriga borib hammasini ishlab tugatdim. Har bir skilllar bo'yicha bunda tayyorlandim. Ya'ni eshitish, gapirish va o'qish, grammatika, boshqa hammasi bo'yicha, shular bo'yicha tayyorgarlik qilib, o'qituvchimdan har bir skillni ko'tarish bo'yicha maslahatlar oldim. Ular bo'yicha kanalimga videolar ham joylaganman. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib kuzatishingiz mumkin. Agar nemis tili sizga ham bog'liq bo'lsa, nemis tili o'rganayotgan yoki o'rganmoqchi bo'lsangiz. Nemis tilini men bu oyni eng aktiv odati deb olsak bo'ladi. Ya'ni nemis tili bilan shug'ullanishdi. Eng asosiy ko'proq shu bilan shug'ullandim. Xo'sh, keyingi rejamiz bu blog yoki vlog. Juda katta yangilik. Men Telegramda yangi nemis tili o'rganuvchilar uchun kanal ochdim. Hozircha A1 darajadagi o'quvchilar uchun video darslar tayyorlab boryapman. Bu kanal hozircha 50 plus nemis tili o'rganuvchilarni qiziqtirdi, e'tiborni qaratdi. Shuncha kishi obuna bo'lib, kuzatib, savollar berib, nemis tilini o'rganib borishyapti. Agar sizga ham nemis tilini o'rganish qiziq bo'lsa, albatta bepul va o'rganishni boshlamoqchi bo'lsangiz yoki shunaqa yaqinlaringiz bo'lsa, bemalol kanalga obuna bo'lib, shuni o'rganib borishingiz mumkin. Darslarni aynan o'zim video darslar tariqasida o'tib boryapman. YouTube'da men aprel oyida 4 ta video joyladim. Bular birinchi video mart oyi hisoboti. Bu 60 plus ko'ruvlar soni bo'ldi. Bu kutilgandan juda yaxshi. Va ikkinchi videoyimiz talaba qanday pul topishi kerak haqida o'z fikrlarimni, bilimlarimni, o'rganganlarimni bo'lishib bordim. Ya'ni videoni ko'rsanglar bo'ladi, juda foydali bo'lgan. Ko'p talabalar savol yozdi, savollariga javob olishdi. Juda foydali bo'ldi. Xo'sh, keyingi videoyimiz bu kutib o'tirmaslik, bordan o'zida nima bo'lsa, o'shandan foydalanishlik haqida video olganman, o'z fikrlarimni bildirib o'tirganman. Yugurgandan keyin, ya'ni men yugurib kelib, keyin shu sportdan keyin shu videoga fikr keldi va videoni sirasi o'sha joyda olishlikni xohladim va video olib chiqardim aprel oyida. Va oxirgi videomiz bu yangicha rubrika bo'ldi. Bu bo'yicha hali video olmaganman bu tariqada. Bu qanday bo'ldi? Turnikga chiqardim. Har doimgi odatim turnik qilish, obeddan keyin kechki payt va shuni men hayolimga keldiki, shu turnikni orasida gaplashib, fikrlar, o'rgangan mindsetlarimni, insightlarimni o'sha video tariqasida olib chiqsam-chi deb
degan fikr keldi va buni qildim. Va bu YouTube kuzatuvchilariga juda yoqdi. Ko'plab savollar keldi, ko'plab layklar keldi va ko'rishlar soni ham juda zo'r bo'ldi. Ya'ni 170+. Ya'ni bu bir oyda. Bir oy davomida shuncha ko'ruvlar sonini bo'ldi. Vlog va blog rejasi, ya'ni odatim demak mana shunday natijalarda. Xo'sh, yangicha rubrika qo'shganman hayotimga, ya'ni bu kino ko'rish. Kino ko'rish nimaga? Chunki insonni qandaydir fikrlashini oshirar ekan, aynan tanlangan foydali deb bilgan, ya'ni yuqori o'rinlarda turadigan ma'nosi bo'yicha rejalashtirilganligi, uni kino olinishiga ko'ra yuqori ma'no beradigan, qandaydir fikr, foyda oladigan kinolar bor, kinolar ro'yxati bor ekan va buni meni bir yaqin o'rtog'im aytib qoldi va shu kinolar ko'rishni ham boshladim. Bu menga yoqdi. Meni aprel oyida ko'rgan birinchi kinoim bu Revenant bo'ldi. Bu omon qolgan deb tarjima qilingan o'zbek tiliga juda kuchli video, kuchli kino. Odam ko'rsa qanchalik och bo'lsa, qanchalik qiyinchiliklarga, qanchalik insonni haqiqiy insoniy hissiyotlarini ochib beradigan kino. Keyingi kino Boksyor degan kino, qozoq kinosi ekan. Buni YouTube'dan ko'rdim. Juda foydali bo'ldi menga. Ko'rsalar bo'ladi. YouTube'dan Boksyor deb yozsalar qozoq kinosi bor. Xo'sh, 3-chi kinoimiz bu Shawshank Redemption, ya'ni Shawshankdan qochish. Shawshank bu qamoqxona, qamoqxonadan qochish rejasi, aqlli fikrlar, qandaydir juda kuchli kino. Shu kinolarni aprel oyida ko'rib tugatdim va aprel oyi hisoboti bo'yicha asosan men qilishim kerak bo'lgan ishlarni, mana shularni qilishga ulgurdim. Sog' bo'linglar. Keyingi hisobotlarda, keyingi video kontentlarda, foydali videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Doston Hashimov bo'ldi.